Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan turkcha matn o'qiymiz. Matnimizning nomi Hobbilar. A2 va B1 darajadagi bir turkcha matn. Xo'p, matnimiz bu u qadar ham katta emas va qiyin ham emas. Buni hozir o'qiymiz. So'zlarni o'zbekchada qanaqa tarjima qilinishini va talaffuzni o'rganamiz. Qani boshladik. Hobbilar bosh zamonlarimizni değerlendirdiğimiz ve keyif aldığımız aktivitelerdir. Xo'p, hobbi bosh zamonlarda qilinadigan ish, bosh zaman, bosh vaqt, değerlendirmek degani bosh vaqtda qilingan, amalga oshirilgan degani va keyif aldığımız, mazza qilganimiz. Ya'ni shu ishni qilganda mazza qilgan aktivitelardir. Aktivite degani ish degani, biror bir harakat degani. Herkesin ilgi alanlarına göre farklı hobbilari olabilir. Herkes hamma degani. Ilgi alan qiziqish. Alanlarına göre, qiziqishlariga ko'ra farkli turli hobbilari olabilir. Hobbilari bo'ladi, bo'lishi mumkin yoki olabilir diyor. Taxmin bor bir. Bazı insanlar kitap okumayı sever, bazıları ise resim yapmayı tercih eder. Bazı, o'zbekchada ham ba'zi. Bazı insonlar kitob o'qishni, mana bu yerda okumayı, bu yerdagi turkchadagi o'sha mak o'zbekchada ish harakat nomi bo'ladi. Kitob o'qishni sevadi, yaxshi ko'radi. Ba'zilari esa resim yapmayı tercih eder. Resim yapmak, rasm chizmoq, tercih etmek afzal ko'radi. Shu yaxshi deb o'ylaydi degani. Kitap okumak bilgimizi arttırır ve hayal gücümüzü geliştirir. Kitap o'qish, bilgi, ma'lumot, bilim degani. Bilimimizni arttırmak, ko'paytiradi va hayal gücümüzü geliştirir. Hayal gücü degan tasavvur olamimizni kuchaytiradi, boyitadi. Geliştirmek, rivojlantiradi. Resim yapmak ise yaratıcılığımızı ortaya çıkarır ve rahatlamamıza yardımcı olur. Rasm chizish esa yaratıcılık ya'ni o'sha kreativligimizni o'rtaga chiqaradi va rahatlamamizga yordamchi va bizni dam oldiradi, Xo'p. Bazı insanlar spor yapmayı hobi olarak seçer. Demek bazı insanlar spor yapmayı, sport bilan shug'ullanishni hobi olarak seçer. Seçmek degani tanlamoq degani. Hobi sifatida tanlaydi. Yüzme, koşu, futbol ve basketbol gibi sporlar hem bedeni zinde tutar hem de eğlencelidir demek. Yüzme, yüzüş, koşu, yugurish, koşmak degani yugurmoq degani, koşu, yugurish. Futbol, viya degani bu yoki degani. Yoki viya. Basketbol gibi sporlar hem badanni zinda tutadi degani shu kuchli qiladi. Hamda eğlencelidir. Eğlenceli degan qiziqarli degan va qiziqarlidir. Spor yaparken vücudumuzdaki enerjiyi atarız ve stresimizni azaltırız. Demek sport bilan shug'ullanayotgan vaqtda, mana bu yerda yaparken, bu yerdagi gan vaqtda deb tarjima qilinadi o'zbekchaga. Sport bilan shug'ullanayotgan vaqtimizda vujudimizdagi energiyani tashqariga chiqaramiz va o'sha atarız, tashqariga chiqarib yuboramiz va stressimizni azaltırız. Azaltmak degani ozaytiramiz, kamaytiramiz. Yani stressimiz ketadi. Aynı zamanda takım sporları arkadaşlarla vakit geçirme ve sosyal becerileri geliştirme açısından faydalıdır. Aynı zamanda yana takım sporlar, takım degani guruh sportlari, arkadaş, do'stlarla bu yerda bilan ma'nosida, do'stlar bilan vaqt o'tkazishni va sosyal becerilarni va o'sha sosyallashmak, boshqalar bilan aloqa o'rnatish, boshqalar bilan suhbat qurish, beceri degani
qobiliyatlarimizni rivojlantirish achisidan bo'yicha tomonidan ham foydalidir. Muzik dinlamak va instrument chalmak da populyar hobbilar arasindadir. Muzik dinlamak, musiqa tinglash, instrument chalmak. Instrument har qanday musiqa asbobi degani. Musiqa asbobi instrument. Chalmak da populyar hobbilar arasida. Populyar mashhur hobbilar orasidadir. Muzik dinlamak ruhimizni dinlantirir va tuyg'ularimizni ifoda etmamizga yordamchi olur. Musiqa eshitish ruhimizni mana bu yerda dinlantirmak degani dam oldiradi va tuyg'ularimizni ifoda etishimizga yordamchi bo'ladi. Yordam beradi. Yordamchi olmak, yordam bermoq. Masalan, mana yordamchi olabilirmisin? Menga yordam bera olasanmi degani. Gitar, piano va keman gibi instrumentlar chalmak esa sabr va disiplin gerektirir. Xo'p. Demak, qayerda qoldik? Gitara, pianino, keman gibi instrumentlar, ya'ni musiqa asboblari, bu yerda keman, skripka. Chalish esa sabr va disiplin gerektir. Ya'ni sabr va disiplin degan o'sha tartib kerak bo'ladi bular uchun deyapti. Xo'p, endi Ama zamanla bu instrumentlarda ustalashmak çok keyiflidir. Ammo zamanla degan vaqt o'tishi bilan bu musiqa asboblarini usta kabi chalish, usta bo'lish bir sohada. Ustalashmak çok keyifli, insonga juda zavq beradi. Keyifli degani o'sha zavqli degani, juda ham zavqli. Ba'zi insonlar bog'cha ishlariga uğraşmayı sevar. Bog'cha bog' degani, ba'zi insonlar bog' ishlari bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radilar. Bitkilar yetishtirmak, to'proq qazmak va chechak dikmak onlarni mutli eder. Bitki degani o'simlik. O'simliklarni yetishtirish, tuproqni qazish va chechak dikmak ekmoq degani, gul ekish ularni baxtli qiladi. Bog'cha ila uğraşmak hem doila iç-içe olmamizni sağlar, hem de stressimizni atmamizga yordamchi olur. Demak, o'sha bog' bilan shug'ullanish, o'sha bog'da bo'lish, u yerda ishlash ham tabiat degani, tabiatni ichida bo'lishimizni olmak, bu yerda bo'lmoq degani. Tabiatni ichida ich-icha olmak, shu ichida bo'lish. Ichida bo'lishimizni saqlamak, ta'minlaydi hamda stressimizni tashqariga chiqarib yuborishimizga yordamchi bo'ladi. Sonuch olarak degani, xulosa qilib aytganda, sonuch olarak hobbilar hayotimizni daha eğlenceli ve anlamlı hale getirir. Demak, xulosa qilib aytganda, hobbilar hayotimizni daha eğlenceli, daha degani yanada, eğlenceli degani o'sha qiziqarli va ma'noli qiladi, holga keltiradi. Ya'ni qiladi deb tarjima qilsak yana ham yaxshi bo'ladi. Herkesin bir hobbisi olmalı ve bu hobbilarla kendimizi geliştirmeliyiz. Herkes hammaning bir hobbisi olmalı. Olmak bo'lmoq dedik, bo'lishi kerak. Bu yerda mali kerak, shart degan so'zlarni o'zbekchadagi tarjimasi bo'lib keladi. Bu yerda qo'shimcha, lekin aslida o'zbekchaga so'z tarjima qilamiz buni. Demak, bo'lishi kerak va bu hobbilar bilan o'zimizni rivojlantirishimiz kerak. Geliştirmek, rivojlantirmoq, biz aytdik, meli, shart, kerak deb tarjima qilinadi. Demak, o'zimizni rivojlantirishimiz kerak. Bu sayede hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlıklı oluruz. Bu sayede, ya'ni buning soyasida, bu bilan birga, buning orqasidan degani, bu sayede ham ruhsal, ham ruhiy degani, hamda fiziksal, ham fiziki tomondan daha sağlıklı, daha nima dedik boya yuqorida, yanada dedik, keyin sifatdagi roq ma'nosi ham bor. Sağlıklı sifatdan oldin kelganda ko'pincha roq o'sha qiyoslash ma'nosini bildiradi. Sağlıklı, sog'lom
Sog'liqli emas, sog'lomroq bo'lamiz. Demak, olmak, bo'lmoq. Evet, o'quvchilar, bugungi o'qima matnimiz hobbilar shundan iborat edi. Keyingi o'qimalarda ko'rishguncha, hoşça kalın.